Mana shu oldi fasadiga necha pul ketgan endi ustaga? Bu fasadimizga 40 million so'mga mana shu holatgacha yetib kelgan. Ha, demak 40 million so'mga suvog'i ham, tiyagasi ham, kolonnalari ham, mana arkadagi besetkalari ham hammasi bitgan. Hammasi bitgan. Endi necha metr tiyaga bor endi mana shu oldi Bu fasadda? oldi fasadimizni 200 metr tiyaga siqqan. Ha, 200 metr tiyagani mana shunaqa o'zimiz dizaynda chiqarib berilgan 200 metr tiyaga ketgan demak. Tiyagasini necha pulga bitkazib berdingiz? 1 metrini? 1 metrini 140 ming so'mdan qilingan. Ha, 140 ming so'mdan, demak karnizi ham, kolonnasi ham shu narxda qilib berildi. Suvog'ini necha puldan qilib berdingiz endi? Suvog'i Ilhomjon, buni suvog'i 35 mingdan, atkosi ham 35 mingdan qilingan. Ha, demak atkosi ham, suvog'i ham 35 ming so'mdan mana shunaqa idealni holatda bitkazib berdi. Menimcha akalar, Trevetning toshga ko'p bo'lsa ko'p, lekin kam emas. Mana shunaqa sementovoy tiyaga suvog' xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar ishchi manzili kerak bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyasini tashlab beraman, Telegramdan yozsanglar, o'zingizlar ko'rib bitta ishga baho ber, albatta bitta like bosib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'yicha mana shunaqa narxda borib chiroyli qilib bitkazib berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.